zar qadriga zargar yetadi degan bu yaqinda bitta istoriyaga rasm qo'ygandim. O'sha joyni ko'rsataman sizlarga. Hop. Ukamiz Muhammad Ali tayyorlagan joyimiz polni podgotovkasi. Zinalarni bilasizlar, betonda apalovka qilib quyilganda taglari tekis chiqmaydi, razmirlari ham tekis chiqmaydi. Hozir mana ularning razmiri har bittasiniki bir xilda. Inshaalloh mana bu uchalarigacha hamma joyi Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan bu taglarigacha shunaqa Xudo xolasa. Nimaga zar qadriga zargar aytadi dedim? Chunki bu ishni qilguncha qancha mehnat, qancha mashaqqat yotganini bizdagi ustalar his qiladi. Shunaqa ish qiladiganlar bilishadi.